Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga seshanba 7-oktyabr 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib kanalimizni podpishka qilib turasizlar. Kamchilik xatolari bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Demak, boshladik. Bugun 11 dona xunojin keldi. Hammasini yedi ishtilari yaxshi yegan. Xudo xolasa hozir hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Sog'liklari yaxshi, arqoldi kelishgan, boqaman degan xunojin do'stlaringiz bo'lsa, mana shularni podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar. Ko'rib turibsizlar. Silos beryapmiz somonga qo'shib. Xudo xolasa yaxshi. Yedi ishtilari yaxshi. O'tgan safar qilingan videolarimizdagi hayvonlar hammasi sotilib ketdi, Xudoga shukr. Bu safar mana hammasi yangi keldi. Eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Arqa tomondan ko'rinishlari. Bo'y bastilari ham eng kichigi mana shu shved xunojinchamiz. Qolgani hammasi birdan baland. Biri 5, biri 10. Uchta yemlaydigan xunojin ham deganmiz. Ularni ham hozir ko'rsatib o'tamiz video davomida. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turadi, xudo xolasa. Tozasidan boqaman shvetidan deganlarga mana shu mollarni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa zo'r hammasi. Sog'liklarida kamchiliklari yo'q. Narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana shu ikkala bir xil xunojinchamiz, bo'ylari 1.5 sm chiqadi. O'lchaganim yo'q, lekin o'lchab beraveraman. Arpa oldi kelishga, g'o'da boshlari yaxshi. Narxi keladigan bo'lsa 9,5 million so'mdan qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bilan jupini. Alohida video desalar, alohida video qilib berishimiz mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar. 9,5 million so'mga ikkalasini bir joyga desalaring qilib beramiz. Xudo xolasa zo'r variantdan. Oyoq qo'llari baquvvat, kamchiliklari yo'q. Mana bu shvedchamizda 8 million 600 ming so'm. Bu ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Bu ham zo'r ekan, xulosga kelishgan. Endi mana shu molni onasini ko'rdim, katta mol onasi ham. Sigir qilib olaman, boqaman deydi odam bo'lsa. Aloqaga chiqaveradi. Mana bu ikkalasini mana ikkala shvedchamizda. Qora bilan mana bu shvedchani 9 million so'mdan. Bo'ylari birdan baland. Bular ham 1 plyusga olaverasizlar. 9 million so'mdan qilib beramiz. Xolasa zo'r variantlarni ham shoqi yo'q. Mana busini mana ko'rib turibsizlar. 8 million 300 ming so'mga qilib beramiz shvedchani. Bo'ylariga 95 1 chiqsa kerak. O'lchab so'rasalar, aytsalarni o'lchab beriladi. Bozorga chiqayotgan odamlar bo'lsa, narx-navolar sezilarli darajada qo'shildi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu mollar Toshkent yoki voha emas, o'zimiz vodiyning mollari. Nima tashlasalar o'yaveradi, xudo xolasa. Mana bular 1.5 ta. Bular ham zo'r. 9 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bir joyga olamiz deydi odamlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. So'rashyapti, bitta olamiz, ikkita olamiz. Hurmatli obunachilar,
Nechta olsalaringmi, bitta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi, vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Boshqa viloyatlarda bo'lsa, kelishilgan hollarda bo'laveradi hamma, xudo xohlasa. Hop, sal kattaroq variantidan so'raganlar uchun yemlayman, boqaman deydigan odam bo'lsa, mana shu ikkalasini tavsiya qilamiz. Oraqroq, lekin suyakli narsa, suyagi butun narsalar. Bular 1.5 plus 1.10 ham chiqadi ana shu bittasi. Mana bular 1.5 dan. 1.10 chiqadi, 1.5 dan olaverayman. Narxi keladigan bo'lsa 9.800.000 so'm. Mana bu ekkovini qilib beramiz. Mana Shvetsiya bilan mana bu. Bular ham zo'r, xudo xohlasa. Kamchiliklari yo'q. Yedi ishchilari dahshat. Qo'ymay tashagan narsangizni 9.800.000 so'm bu ikkalasi. Hop, mana busini 11 million so'mga qilib beramiz. Misol gavdavosh ular qaraganda balandroq. Bu ham zo'r. Etvosh ular qaraganda sal to'laroq bunisi. Shuning uchun narx sal qo'shilib qolgan. 11 million so'mga bunisini qilib beramiz. Bularda ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa hunojim boqaman, yemlayman degan do'st birodarlarga podpisa qilib, kanal podpishka qilsalaring yana ham yaxshi bo'ladi. Akalar, ukalar, shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashdik. Siz-u bizlarga nasib bo'lsin. Allohdan oilalaringga fayz baraka, chorvalaringga baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Xudo xolasa yaxshi kundan kunga obunachilarimiz qo'shilyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringga omad, Allohdan fayz baraka tilayman oilalaringizga.